Assalomu alaykum, Guli Maqsud kanaliga xush keldinglar. Bugungi videoda sizlarga Kanadadagi sirliq bir telefon to'g'riliq so'zlamoqchi. Hikoyamni boshlashdan ilgari sizdan kanalimga obuna bo'lishingizni so'rayman. Obuna bo'lib, yandagi kichik qo'ng'iroq belgisini yechib qo'ying, rahmat. Ammo bu sirliq telefonga bevositalam o'taylik. Sirliq telefon desam, qanday sirliq telefonda deb ketmanglar, balkim sizlarga odatdagidek bilinishi mumkin. Shunday bo'lsin, birlikda anglab boqaylik. 中国大使馆通知你，你有一份加急公文未领取，将影响到你的居留权益，请尽速与本馆联系。了解详情，请按9，按9由人工客服为你说。Message saved. Qaytadan bir anglab boqaylik. Saved messages. First saved message. 中国大使馆通知你，你有一份加急公文未领取。将影响到你的居留权益，请尽速与本馆联系。了解详情，请按9，按9由人工客服为你说。Message saved. That was the last new message. Mushu telefon shu. Faqat menga emas, Kanadadagi bir muncha kishilarga, nurg'un cho'ng Montreal shahridagi va boshqa shaharlardagi Uyg'urlarni qabul qilgan ekan. Shu Chinese Embassy'ning chaqirtibdi mazmuni. Kap bir muhim hujjating bor, kap aketgan debdi. Bu aniqlan bir scam telefon ekanligi bilinib turdi. Ham shundoq bo'lsa-mu, lekin buningda aniq deyilgan Chinese Embassy'dan kelgan telefon, seniki muhim bir hujjating bor, kap aketgan degandek. Bu balkim sizlarga hech qanday bilinmagan bo'lishi mumkin. Ko'pinchisi odatda shu odam aldaydigan telefonlar ekan deb kar bo'lmaydi. Sizlarga mana shunday hech qanday bilinmagan bo'lsa, undaq bo'lsa sizlarga yana bir hikoyani so'zlab beray. Birlikda ko'rib boqaylik. Bu yoqning ismi journalist, ya'ni muxbir Jamal Khashoggi. Bu Saudiya Arabistonlik bu journalist qanday bo'libdi desanglar, shu embassy'ning ichida o'ldirilgan ekan. Biraz ko'rib boqaylik. Buni deyishdan ilgari sizlarga demoqchi bo'lganim, embassy degan gap, ya'ni bir konsulxona degan gap bir davlatdan yana bir davlatga bo'lib bergan zamin, ana shu 4 tomniki ichi, o'sha yana bir davlatga tava bo'ladi. Uning ichida yuz bergan har qanday ish, o'sha yana bir davlatningki ishga ishiga tava bo'ladi. Shunlashqa uning ichida nima ish bo'ldi, odam o'ldiribsimi, yana shu konsul qaysi davlatning konsuli bo'lsa, shu davlat o'zi bir taraf qilish kerak. Shu boshqa bir davlatning ichida yuz bergan bo'lsa-mu, lekin konsulning ichidagisi yana bir davlatningki ichki ishiga yotadi. Mana sizlarga demoqchi bo'lgan bu hikoyada qanday ekan desa, o'tgan yili mushu chog'larda, 2018-yil 9-oy mezgilda deyman. Mana bu jurnalist Turkiyada Saudiya Arabistonninki konsulxonasiga bir kirib ketgan peti qayta chiqolmagan. Ya'ni mana ko'raylik, mushu kirib ketgan peti qayta chiqmagan. Qiziqarliqmi jurnalist ekan bu. Endi bu videoni sizlarga ko'z tish orqali nima demoqchi deganda, endi bu meni opirib chaqirib o'ldirib degan gap emas, endi men unchalik bir dangdor bir shaxsmi emas. Demoqchi bo'lganim, mushundaq telefonlarga yo'liqqan chog'da yoki mushundaq avorchiliklarga yoki tahdidlarga yo'liqqan chog'da biz qanday qilamiz deganni sizlarga ko'rsatmoqchi. Sizlarcha men qanday qildim? Undaqda meniki Twitterimni bir ko'rib boqaylik. Meniki Twitterim ismim o'xshash Guli Maqsud. Menga ishilinglar. Guli Maqsud. Bu meniki Twitterim mushniki ichidan. Ya'ni men bo'lsam bir Uyg'ur, mana buning o'xshash message, mushunga o'xshash telefonlarni ilyapman deb Twitterga chiqargandan keyin bir jurnalistniki diqqatini tortgan hamda mush to'g'riliq maxsus xabar ishlagan. Business Insider ninki muxbiri shu to'g'riliq xabar ishlagan.
Yani mau xabar. Xabarninki temasılam dal meningki tapşırıp alğan bu telefonum toğırlıq Mysterious Automated Calls. Yani şu sırlıq avtomatik telefonlar, tuqqanlarniki yo'qolib ketishi va Facebook'daki şu sizga qoldirilgan Xitoylarniki bir o'chmanlik bir xil nimalar bo'ladi-ku, comment inkaslari. Shu yozgan inkaslar to'g'riliq uchaylarniki hikoyasini yozgan ekan. Birlikda o'qib boqaylik. Hamda bu maqolada Bahram Sintosh, Ro'shan Abbos xonim qatorliqlarniki hikoyasi yozilgan. Meniki sirliq telefon to'g'riliq so'zlagan gaplarim o'sha yerda yozilgan. Guli Maqsud Kanada Ottawa shahrida yashaydigan mushundaq telefonlarni olgan degandek mazmunlarning hammasini yozibdi. Hamda bu muxbir mening o'rnimda turib, shu Ottawa'dagi Chinese Embassy'ga telefon qilib, bu zada nima ish deb so'rabdi. Obdan qilibdi, rahmat desam bo'ladi. Shuning bilan Ottawa'dagi Chinese Embassy'ga qanday javob beribdi desanglar, shu telecommunication fraud, ya'ni shundaq odamlar var qiladigan mashaq telefonlar bu embassy bilan hech qanday aloqasi yo'q. Ya'ni kelib bundaq telefonlar faqat bir specific group of people ular qaratilgan emas, umumyuzlik ko'rilgan ahvol deb bundaq javob beribdi. O'tgan yil deyman-ku, bir oyning oldida Al Jazeera mu shunga o'xshash telefon haqidagi bir xabarni tarqatgan ekan. Ya'ni Norvegiyadagi Uyghur community'niki taxminan 30 ta kishi shunga o'xshash telefonlarni qabul qilgan ekan. Hamda men olgan bu telefonmu Kanadadagi Uyghur jamoatimi asosan ko'pinchisi shundaq telefonni qabul qilgan ekan. Montrealdagi, Torontodagi va boshqa yerdagi shunlashqa men faqat o'sha Uyg'urlarniki. Hamda bu videoni ishlashimdagi maqsad hamda sizlarning shundaq bir avorchilik tahdidlarga uchursanglar, cho'qim bir ovoz chiqarishinglarni, gap qilishinglarni tavsiya qilmoqchi. Ya'ni Twitter ishlatinglar. Twitter degan yordam ana shu yerda. Twitterga chiqib danglar, ota-onanglarni tutib ketgan bo'lsa, qarindoshlaringlarni tutib ketgan bo'lsa, danglar, Twitterga chiqib aytinglar. Uning degan nurg'un siyosiy faoliyatchilar, muxbirlar, hammasi shu Twitterning ko'sida. Meningki Twitterim bo'lmagan ishinglar. Amını ta'siri bo'ladi. Asiya Uyg'ur xonim shunday deydi-ku, publicity protects us. Ya'ni o to'rda shunday ochiq oshkora gap qila olishimizning o'zi biz o'zimizni qo'g'diganlik bo'ladi. Shunlashqa sizlarningki ma'lum bir ishlarga yo'liqqan chog'inglarda hargiz jim o'tkazib o'tmay, bo'lmasa beshinglarga bir ish kelib qolgan chog'da yordam so'rashga ulgurmay qolsa o chog'da shunlashqa yurakli bo'lib beshinglarga nima kun kelsa, shuni ochiq oshkora aytinglar. Twitterga chiqinglar. Twitterga chiqib, shu Uyg'urlar to'g'riliq ishlangan shu xabarlarga, videolarga hammasiga yurak besib Twitterlab meninglar. Cho'qim foydasi bo'ladi. Odatda bir Twitterlangan qitim soni, ya'ni ham baharlangan qitim soni 100 dan oshgandan keyin ham xalqlar qo'rqishga boshlaydi. Bu nima ish bo'lib ketdi deb. Bu bizningki shunchalar Uyg'ur jamoatimizning ichida bu Twitterni ishlatadiganlar bizningki bu qo'shnimiz az, shunlashqa texmi ko'plagan Uyg'ur jamoatininki Twitterga chiqib, o'zaro bir-birimizni qo'llab, beshimizga kelayotgan ishlarni dunyoga anglitishda o'zimizniki bir kishilik bir barmoq hassimizni qo'shishimizni umid qilaman. Ishlaringlar o'ng'ishli bo'lsin. Tinch, omon bo'linglar. Hammanglarga salomatlik, tinch, omonlik yor bo'lsin. Xo'sh, Xudoyimga omonat.